Assalomu obunachilarim, yaxshimisizlar? Va mening qishloqdosh do'stlarim. Mana bu qishloqdagi do'stlarim biladi. Uyimga chiqibdiman. O'zimni qishloqdagi uyimga. Sulton, Javohir, Suhrob, Sarvar. Nega kreativ desan? Chunki Javohir, Sulton, Suhrob bilasizlar, chunki bunaqa katta tekis zonada survivalga o'tib bo'lmaydi. Mana unaqa sivitlar qurganman. O'zimdan narsalar ham qo'shganman. Keyin tomonimizga eshik qo'yganman. Mana sxema. Like bosib qo'yinglar. Mana yerda bolalar turadi bera gazxonamiz bor. Mana gazxonachiga ko'pincha sulton kiradi. Bitta svit bo'ladi. Bitta svit qilsam chunki Minecraftda bitta svit juda katta joyda yortolmaydi. Hozir men bunaqa elektr ichib olganman. Mana nomi. Mana bir svit shunaqa. Mana. Bu bo'ladi. Bir box xaltam bor. Kamera garaj qilayotgan joyim bor. Gilamcha. Tez yuguradiganim bor bera. Böyle unaqa ko'tarayotganim bor. Ida xayolda bitta box xaltam bor, qolgani o'zimdan. Bu gaz balon. Bu esa unaqa orqani kuchaytirib va press kuchaytirgan narsa bu. Voy. Telefonimda 8 giga bor, shuning uchun telefonim qo'yapti. Bezim chiqib ketyapti. Berisi oshxonasida bor, lekin lampchikasi yo'q edi. Bugun o'zimdan lampchika qo'shganman. Kembiga ura bor. Hamma qishloqdoshlarimda ura bor. Qishda narsalar saqlab qo'yishdan. Buni men ukam bilan qo'shdim. Obunachilar, ukamning ham kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Shahboz 2017 da. Ana shunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Shahboz 2017 da hali bitta obunachisi bor. O'sha obunachisi ham menman. Endi konverzatsiya bor. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda basseyncha qurganmiz. Tezroq qurmasam chunki 14 daqiqadan oshib ketsa YouTube'ga qo'yib bo'lmaydi bu videoni. Bu yerda suvda to'planadi, bu yerda tovuqxona bor, tovuqlarim. Bu yerda ne qo'ya, bu yerda qo'yon xonamiz bor. Qo'yon xonada qo'yon yo'q, chunki qo'yganim qochib ketgan. Bu yerda bizning sigir bor. Moshkamiz bor edi, afsusga o'lib qoldi. Mana yangi moshka keldi. Samonlarimiz bor, unaqa narsa bor, keyin boq bor bu yerda. Bu boqmi? Ko'rinishidan boq, ta'mi ham boq. Yaxshi men bosaman. Bu tualetimiz bor, tualet ichiga tushib ketgan joyi bor. Hamma qishloqdoshlarimda mo'naqa joyi bor. Boq qolaydigan joyi. Bunaqasi bizda ham bor. Kulma Shahboz ey. Kulma? Zaten o'zing yasamaysan shu joyda. To'g'ri, yordam bergan bo'lishi mumkin, lekin sivitlarni o'zim bilib chiqdim. Bu yerda sivitlar qanday o'chib bo'ladi? Mana tepasidan sxema sim ketgan. Zaret komopti. Mana shunday o'chib bo'ladi. Zaret komopti. Yo, derda emas, mana qo'lim tegibdi-ku yerga nima? Manaqchi. Vera bassin qo'yganmiz o'zimdan. Creeper mazaq cho'milibdi. Men chiqib ketgan joyi. Kimda futbol Maydon. Maydon nechidi ini? Quyi nechidi? Yarmi 11 edimi? 11 ga 14. Bu 22 ga 14. Şimdi de yangi gazxonamiz bor. Mana bizda Usmon
Dingishning dingishning diskaga qatnashgan. Bilen önüne kızıyor böyle bilen YouTube otomatik bölümde. Bilen kuru koyalım. Bir de Zafer Akan var. Tamam da var. Ondan yaşakarlarından keyin Taraslarning uyi bor, undan keyin Sabzanalar uyi bor, undan keyin Temurlar uyi bor, undan keyin Sultonlar uyi. Keyin esa Bekzodlarniki. Beri arqa uyimiz, Sulton kirib ko'rmagansan. Yo'q, kirgan bo'lishing ham mumkin, men esimda yo'q. Bu yerga ham shunaqa narsa karaoke qo'yganmiz bu yerga. Pullik karaoke qimmat. Beri qo'limiz, beri kirib ko'rgansan. Beri televizorimiz bor edi, bu yerga konditsioner bor edi. Konditsioner qo'yganman. Nima qilyapmiz? Yaxshi shunaqa. Aldaman. Bittasi o'zi yonib turadi, chunki mana unga yaqin, rozetkaga yaqin bo'lgani uchun. To'pga o'tsa. Bidanli joy bor. Uchdi. Aytadi ana shunday. Men ham yo'qsam, mana shunday ketadi. Oxirida o'tayna. Endi bu ham meni uyim. Mana orqasi bitta. Hozir kamonda o'qitaman. O'sha suyton turibdi-yu. Ya'ni orqa. Mana bular o'shda. Ikki ozgina o'zim o'chirib qo'ydim, mana orqa suytlarni ana shu yerdan turib keladi, uziladi. Ayyo, yo'g'ildi. Zombi. Mana bu bizani uy. Kirgan. Kaldora, so'zimga kirgansan bela. Xaladillik turadi, gilamchalar bo'ladi, bela shkaflar bo'ladi. Keyin bizani divan bor edi, lekin biz ittalab olim bo'lish uchun kitob o'qiymiz. Mangrafda ittalab kitob o'qiymiz. Abitda kontr o'ynaymiz. Ikkita bodroq bilan katta televizorda qo'rqinchli filmlar ko'rib turamiz. Men shu film o'chiman. Mana. Qanday bo'ladi bilan turadi? Buni dahshatmi? Endi mana shu suytini o'chirish kerak deydi, pis so'raymiz. Bitta mana harom suyt qo'shqat qo'yaman keyin. Suytlar quroli bo'lsa kerak-a? Xud shunaqa. Bu yerda nastroykasi bor, просто ustini yopib tashlashganman. Ukam bilan ustini yopib tashlaganman. Keyin bir vaqt bo'lganda ochib ko'rsataman. Mana aka. Har bir qozonning o'chog'i bo'lsin. Birinchi farzandning cho'chog'i bo'lsin. Yo'q. Mana kaldorimiz sevdi. Taxting. Bitta shu o'chmay qoladi, chunki mana unga yaqin. Bu 90 bo'lsa, bu ham o'chadi. Mana unga yaqin. Shkarabish. Nechi biladi? Unga yaqin bo'lgani uchun yonib turadi bunisi. Keyin esa bu. Bizim mana unga yaqin bo'lgani uchun bunga ham tegib turasimiz. Tak. Bu menimcha qilmaslik kerak. Yo'q, bu ham. Bunga yaqin bo'lgani uchun yonib turadi. Ammo berasida. Maydan ketganiga, bu ham bittasi yonib turadi, yaqin bo'lgani uchun. Buni ham bittasi yonib turish kerak. Katta uy bo'lgani uchun mana shu bor qo'ydiki. Dars korotchi kaldorimiz. Bu bizning uydagi qop-qorong'i bo'lib qoladi. Endi bitta shuni xatoligi deb aytmaslik bo'lmaydi. Korotchi hammada suytini qanday nastroykalarni ko'rsatdim. Xohlasang obunachilar
o'zlari shaharda yashaydi. Shahardagi uylarni qurib ko'ringizlar. Kel. Men qurdim. Ninglar? Mana biroz qop-qorong'i. Chiqib ketsam, Romila spam boshlaydi. Tomimiz ustanov shunaqasi yopilgan bo'laydi, lekin biz yarimtalik bloklarni tekis chiqamiz. Biz ukam bilan bu qishlog'imizdagi uyda ikkinchida qurdikda. Prosta ukam mana ularni tomini yopib, mana shularni tomini yopishga yordam berdi. O'z kallang qisillatama. Ha. Qani? Bularni ustini ham ukam yopishga yordam berdi. Men tuvalet uchun uyni yopdim. Qolganini o'zim qurib chiqqanman. Ayam qirsillatim. Mana shularni usti ukam yopishga yordam bergan. Hamma narsani o'zim qurganman. Hamma, jamiki hamma. 5 kere 5 ta hisob qo'yinglar. 36 bo'lay. 5 kere 36 emas. 5 kere 5. Men obunachilar qaranglar, dalasi o'zi yopib yoraman. Voy boshqa chiqan bitta bo'lsin. Dala qop-qora ham bo'ladi. Mana bunaqa qop-qora bo'lib qoldi dalamiz. Bir qo'ltig'ing tagiga nimadir quyib o'sirishni o'rganib olgansan, pirtar. Darsxona bo'yidan pirtar. Telefon qotadi chunki juda katta joydan svit yonib kelyapti. Ana shuncha yonadi. Ana hozir yoniq turibdi molxonamiz. Molxona yoniq turibdi, hozir molxonani o'chirib qo'yamiz. Rosta shuni 2 kunda qurganmizmi? Molxona uchdi. 1, 2, 3 ketdi. 6, 7. Molxona tomon qop-qorong' bo'lib qoldi. Bog' esa yopib qo'yardik. Yana bosamiz. Bitta ko'tarilamiz. Birinchi bir yonadi, keyin bir molxona yonadi, oxirida tualetimiz yonadi. Yop bana obunachilar, lak bosinglar. Ana skeletga headshot bersam, ona lak bosadi. Tom sevib ketdi. Mana bitta qo'qay. Urgumchak qo'qay ekan. Urgumchak qo'qay. Gol! Men bittasin qo'qay yana. Gol! Ashin qo'qay. Gol! Ishla gola. Gol! 4 ta gol abi. Anaqa skelet o'ldiray. Zombi o'ldiray. Hayaka. Mira o'ldiray. Hujumga dushman askarlari yaqinlashyapti. Men ularni chalg'itib turaman. Sen qochib qolishing kerak. Lekin sendan bitta iltimos, ko'tingni sog'atimga yashirib qo'yishimiz kerak. Kanalimga obuna bo'linglar. Sizlar bilan men zombi emas, Kamolboy bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.